线上不得不分，云文云武三分，天下定制精准，可以问吗？看见做个披挂上门，八王大爷不许空活，男儿碰撞一顿，火花，百年人生瞬间光火。塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。塞北秋风烈马，江南春雨杏花，千古江山如诗如画，还我一个太平天下。千古江山如诗如画，还我一个太平天下。Şarq Xan sulalısının ahırıda serip yağlıqlar qozğınını partlap 8-ci eyiğe bağanda bastırılgan bolsunmu. Lekin qatmı-qat krizisqi petip qalğan büyük haqallıqның özünü oңşulağı dep qudurtqanmıdı. Miladi 189-yılı 14 yaşlı Xan Shaodi Liu Bian taxtga oldurdu. Şiren tutqanlarning kuchini idora qilayotgan Ulu Sangun Xijin Aram og'ilarining ta'sirini tutqun yo'qotish uchun Yuan Shaoning taklifi bo'yicha lashkar boshlab Ostonaga kelish to'g'riliq Dongjuga maxfiy farmon tushirdi. Shuning bilan qalaymaqon yig'iliqlar ichida 100 yildan ortiq davom qilgan davr uch podshohlik davrining pardasi ochildi. Milodiy 189-yili Dongju Shaodi xon Liu Bianni taxtdan tushirib Qin Liu xoni Liu Xieni taxtga chiqardi. Liu Xi Xanshendi deb ataldi. Dongju bosh vazir bo'lib, xoqonlikning huquqini changalga kirgizib olib, o'rdadagi hammaylarning qattiq g'azab nafratini qo'zg'adi. Ailelerinin yarlığı boyunca vezir vuzuralar Dongbaş vezirliği ehtiram bilen uztup koygay. Dongbaş vezir, merhamet kılayla. Ay! Kengeş tamam. Kayıt kayda. Janoblar, bugun Zeminbegi Wang Yun janoblarining mavlud kuni. Wang janoblar qasrda ziyofat hozirladi. Qadam tushirib qo'yinglar. Wang Zeminbegi Dongjuning chilladimi? Uqdim. Zeminbegi yetib qo'ygan. Ziyofatga cho'qin borman. Cho'qin.
Haram ağzı. Sağ cənabları. Mən ağzına qarab turğılı xeyli oldu. Bana yetkizadigan bir gaping yo'qmi? Sen baya hamma odamga bir-birlab pichirlab chiqding, lekin menga hech nima demading-ku. Sen meni ko'zga ilmayapsan. Xəlpətbək cənabları, silimo bilgəndilər. Van Zimin begi məvlud ziyafətiga chillğanlarning hammasi burun xonimizning xizmatida bo'lganlar ekan. Albatta shundoq bo'ladi-da. Meningcha Van Zimin begi bu ziyofətni Yuan janoblari. Savmingda? Biz ketaveraylik. Optan, yaxshilab. Hammamiz orduning amirlari tursak. Lekin ba'zi amirlar men bilan birga mengishdan nomus qilyapti. Menda janoblari haqiqatan chechankanlar. Xalbatbay janoblari, men o'zlariga hamroh bo'lib birga mengsam deyman. Bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Marhamat, marhamat. Xalbatbay. Bugun Wang Ziminbek janoblarining mavlud kuni deyman. Sizlarning ko'zlari o'tkir bo'libli qolmay, quloqlarimi sezgurkan. Ziminbek janoblarining gapini yetkazgan heli Haram og'isi nemishqa hammanglarni chillab, yolg'iz meni chillamaydi. Men burunqi xonning sizlarda koni vazir vuziralarini intayin hurmatlayman. Bo'libmi Ziminbek janoblarini texmi hurmatlayman. Men sizlarga javob berishdan avval o'zlaridan bir kalima gap so'rsam qanday deydilar? So'ravasizlar. Wang Ziminbek'i shuncha ko'p mehmonchilikdan turib, zodi nemishqa o'zlarini chillamay qo'ygandi. Joyda so'radilar. Undaq bo'lsa, ayanmasdan sababini deb baqaylar. Meningcha, taklif qilinganlarning hammasi marhum xonning shafqat shafoatiga erishganlar, ham esil jamoatdikilar. Lekin men bo'lsam, sizlarning nazaringlarda ag'votlag'ima yetmaydigan intayin chakina, arzimas odam bo'lg'ashqa sizlardek esil zotlar bilan darqamda bo'la olmayman-da. Salmanda mushundaq deganlarning o'zila ajoyib katta ish bo'ldi. Biroq yana boshqa sababim bordi. Yuan janoblari, sizlar menga hammani degizib o'tmoqchimi? O'zlari men bilan hamtovoq bo'lay dedilar. Hamtovoq bo'lganlar maslakdosh bo'lmasa, bu tiriktob bilan hamtovoq bo'lgandek ish bo'lmoqda. Bo'pti. Amasi davray. Taklif qilinganlarning hammasi burunqi xonning mansabdorlari, hammasi Ziminbek Wang Yunning boshchiligidagi xon tarafdorlardir. Lekin men bo'lsam, sizlarning nazaringlarda axloq fazilatsiz, g'olchilikni ravo ko'ygan, munofiq kuchuklangan. Gapning oxirini demidinglar-ku. Devasizlar. Sizlar zodi qandaq axloqsiz, qandaq fazilatsiz, kimga g'olchi bo'lishni ravo ko'rdilar, yana texi kimga kuchuklandilar deb baxslar qini. Munofiq do'njo'g'a. Boshroq gap qizlar. Qandaq yuan janoblari. Munofiq degan so'zni sizlar vazir vuziralar xeylidan beri tishinglarni g'uchchiritib zardi bilan deb kelyapsizlar-ku. Endi nimishqi mushundaq ko'p kunduzda orduning ichida turib, unlik deyishga petinolmaysizlar? Sizlar ordu qubulxonasini muqaddas yer deb bilatinglar-ku. Shuncha ko'p salobatlik vazir vuziralar eg'izinglardan chiqaramay, qo'rqib, lag'ildab titrab ketyapsizlar. Bu menga zodi nimaning oliy janoblik, nimaning pastkashlik ekanligini bildirib qo'ydi. Oliy janoblik ham pastkashlikning boshqacha ma'nosini tushuntirdi. Kichikkina bir tushkurik o'zini oliy janob chaqlaydiganlarni pastkashga aylantirib qo'ydi. Merhamet. Avaylıslar. 60 yaş to'lgan mavlud kunlari qutlug' bo'lg'ay Wang janoblari. Haşqallah. Qani merhamet. Merhamet.
Keladiganlar kep bo'ldimi? Begim, chilligan mehmonlarning hammasi kep bo'ldi. Yaxshi. Darvoza taqilib, panuslar o'chirilib, nag'ma-navo to'xtatilsin. Kechisi payloqchilik qilayotgan g'olchilarni cho'chitib o'tmayli. Opta. Begim, Mevlüt günleriga qo'g'ay. Janoblar, marhamat. Qani. Darvozani ochinglar. Qani, ilislar. Begim, o'zini olib chavandozlar beshi sav davagan biri chaqirmasaqmi kelib, Mevlüt küllerini qutuqlayman deydi. Sav. Sağ aman. Nima degan adabsiz? Yuzini dapdaq qilib kapti tatixi, ha? Dongju astaning kelishigilar. Sav munofiq Dongjuga yunduxurliq, xushomatchilik qilib, numussizlarcha bosh yegib, uqumishliq amaldorlarning yuzini butunlay to'kib bo'ldi. Durust. Dastlabda u kun arlab salonga baratdi, lekin hozir atdigandan kechgacha Dongjudan ayrilmay bosh vazir qasrining oldisiga aylanib ketdi. U hozir Dongjuning tutuq o'g'liga o'xshab qoldi. Zaminbegi janoblari, Sav cho'qim Dongjuning ko'z qo'lig'i bo'lib, ahvolni uqqul kelganga. Natayin. Menimcha bo'lganda Sav hargizmi Dongjuga g'olchilik qilayotganlarga o'xshamaydi. Hech bo'lmaganda u undaq odam bo'lishni xohlamaydi. Savning azaldan yuksak orzulari bor. U xushomatchilik orqali iqtidorini yo'shirib uning ko'nglida balkim boshqacha maqsadi bormikin deyman, ha? Ha, durust. Janoblarning so'zi o'rinli. Asli gapimizga kelaylik. U bugun mening Mavlud kunimni muboraklashga kelgan tursa, uni bu yerga kirgizmasam, qamlashmaydi-da. G'ojidor, Labbay. eshik tuviga bir o'rin raslab, uningga kichik ustal bilan kichik qadah qo'yinglar. Sav kirib o'ltirsin. Opta. Sav janoblari. Zaminbegi janoblari o'zlarini ziyofatga taklif qildi. Yo'l boshlang. Xo'p, qani, Sav janoblari, marhamat. Kamini Sav 60 yoshga to'lgan Mavlud kunlarini qutlaqlayman. Ashqallah. Dasturxonga bosinglar. U faqat o'zini so'rab yuz daqqa qilib kelgan qizlar. Ashqallah janoblari. Janoblar. Xo'sha. Xo'sha. Xo'shaylar. Qani shaylar. Janoblar. Bugun hargizmi mening Mavlud kunim emas. Aksicha bugun mening mahshar kunim. Mahshar kuni. Men dal mushuni bahona qilib, har qaysilarini kulbamga yig'ib, dardimni aytay dedim. 400 yillik buyuk xonadonlik eng oxirgi xalqliq paytga kelib qoldi. El yurt xarablashdi. Yer jahonni zulmat bosdi. Xalq ahkamlar buzildi.
Munofiqlar huquq tortib oldi. Haqqonimiz xo'rlandi. Vazir g'uzralar ahonatga uchirdi. Munofiq Dongjo o'rtada zo'ravonlik qilsa, zolim baglar mushtumzo'rlik qilyotdi. Jahonni lolizor qoplab, adab qoidalar buzilib ketyotdi. Yuragimiz laxti qon bo'lib ketyotdi. Yana tehe, munofiq Dongjo har oqshim o'rniga usib kirib, tun bo'yi o'z xohishcha g'unchi kenizaklarning nomusiga tegib, hayvondan betar qilyotdi. Sov. Nimaga kuladilar? Shuncha ko'p jasur azimatlar. Xotin kishidek qilyotsa, kulmay o'ltira olaytdimmi? Sizlar tong otqicha yig'ilgan holatdimi? Munofiq Dongjo o'lib qoladimi? Bundaq yo'g'on gap qilgidak. Sizlarning qanday iqtidorlari bor? Men iqtidorsiz. Lekin munofiq Dongjoning kallasini birdamdil elib Changli sariyining qo'qiga asolayman. Kelinglar. Hozirlar. Qop yurak talva sov omanni saraydan so'rab chiqib, kasrdan qo'llab chiqiruvdinglar. To'xtanglar. Begim, o'zlariga bir gapim bor. Eda. Sizlar mutassib bo'lsinmi? Lekin maylari bak isilkan. Sizlardek mutassib odam bundaq isilmayga munosib kelmaydi. Isil. Qo'llab chiqiringlar. Isilmay yo'q ketdi. Peskashlar. Chaqinilar. İplaslar. Sovsanğın. Toxtuslar. Sovsanğın? Ashpashtigicha o'zgarish bo'ldi-ku. Men sovsanğınga o'zgarib qoldim-ku. Ha? Nima degan tez o'zgarish bu? Ayta, nima gaping bor? Sovsanğın. Bizning begim meni o'zlariga namoqil bo'lishga buyurdi. Begimning aytishicha, ziyofatda odamlar ko'p bo'lg'achqa Dongjoning kallasini olamiz degan gapni deyishga hargiz bo'lmaydi ekan. Şoňa begim yalğandan g'azablanib, silni qo'g'lab chiqiribdi. Bu-mu begimning o'zlarini ayğanlığı. Sili qiraatxonada o'tirib tursizlar, mehmonlar uzg'anda. Begim yallarga kirib o'zlariga namoqil bo'ladi ekan. Bu Wang Yunning axloqiga mos keladi. Bopta, amasa men qiraatxonada saqlab turay. Biroq ziyofatdagi maydon men ikki qapoq akirib bering. Beka o'ltirib qolmay. Obdan. Mingdi birodar. Silini uzun saqlatib qo'ydim. Bundan to'limi hijolat bo'ldim. Ta'zim qilib, silidan apo so'rab olay. Ziminbek janoblari hijolat bo'lmasizlar. Amir to'rlarning hammasi ketdimi? Elili ketdi. Ziyofatda odam ko'p bo'lg'ashqa, sili bilan obdan asralishammidim. Silining rastilla munofiqni yo'qitadigan dona choralari bormi? Albatta. Marhamat. Men g'ojisini setib jon boqadiganlardan emas. Avomni aldaydiganlardan emas. Boy ziyofatda Amir to'rlar meni xato tushunib qoldi. Munofiq tiz bukishim uni o'ldirish uchundir.
Uni qandaq o'ltirdilar? Janoblari, manga hozir munofiq Dongjo shak shubhasiz ishonadigan bo'ldi. Bosh vazir qasrini har qancha ko'p yasavol mahkam qo'g'dab tursimi, men xabar qildirmay udulla qasrning ichki hovlisiga kira olmayman. Lekin Dongjo doim kiyimining ichiga badanga chaplashib turadigan bir soatni kiyib oladi. Odatdagi xanjar uning kor qilmaydi. Silning asrida bormikin tang o'tgan yil atiyozda Wufu xanjar bilan Dongjoni o'ltirmoqchi bo'lganda, xanjar soatni teshib o'tamagachga uning ajri yo'q chiqib, jamiyati qirg'in qilingan. Amsa, sizlar qandaq qilay deydilar? Anglashimcha, o'zlarining qasrlarida tosh tumirlarni bemalol kesib etalaydigan 7 yulduzliq atimoras xanjarlari bor ekan. Navoda sizlar shu xanjarni menga berib tursizlar, men xanjarni qo'ynimga silib bosh vazir qasriga kiraman. Dongjoning o'jirsiga kirganda fursat tepib uni bo'g'izlab etaman. Dongjo o'lsalar, Shilian qo'shini sarkisiz podadak to'zib ketadi. Shu chaqdalar ishlar o'z iziga tushadi. Uni o'z qasrida o'ltirandilar. Unda qislar o'zlari qasrdan qaytib chiqolmaydilar emasmi? Munofiqni o'ltiradigan odam o'z jinini o'ylab o'ltiramdi. Navoda Dongjoning kallasini bog'liq huquqiga asolaydigan bo'lsam, mening nomim mangu o'chmaydi. Unda qilolmasam, bog'liq huquqiga esiladigani mening kallam bo'lib qolishi mumkin. Shundaq bo'lsa-mu, buningdan bosh tortmayman. Savmingda, sav song'on. Agar u munofiqni o'ltiralisizlar, sizlarning ulug' nom to'hpilari mangu unutilmaydi. 400 yillik buyuk xan xoqonligining taqdirini men hozir yolg'iz o'zlariga topshirdim, mingdi birodar. Amiz xanjarni oldim. To'xtasizlar. Mingdi birodar, uni 7 yulduzli xanjar deb qoldilarmi? O emasmi? Turib tursizlar. Jahondagi tangdoshsiz xanjarning bundoq oddiyligini o'ylamabdiman. Esil narsalarning ko'rinishi odatda mushundoq oddiy bo'ladi. 3 kun ichida men uni o'chmas shuhratga ega esil narsaga aylantiraman. 400 yillik buyuk xan xoqonligining taqdirini o'zlariga topshirdim, amisa sovsong'un. Ben baş vazir bilan ko'rishgalik keldim. Marhamat. Yanımda birer qurol bormi yo'q? Meni aqtirib boqmamsizlar? Yatlarni aqtiramiz, silini aqtirmaymiz. Marhamat. Baş vazir kechirgaylar, men kechikib qoldim. Oy, mingda kepti-ku.
Qani, keling. Mingda, men sizga biraylarni tanıştırıp qo'yay. Bu yoq mening tutuq o'g'lim Lübu, taxallusi Fengshan. O yaqinda Shilyangdan lashkar boshlab Ostonaga qaytib keldi. O'zlarining muborak nomi menga xeyli burunli tonish bo'lgan. Kishilar Lübu zotning sarxili, chilan to'riq otning deyishidi. Yana texi qo'llarida qaltis bahayvat yalmonlari bor. Haqiqatan mo jahonda tangdish yo'q, mard azmat hisoblanadilar. Hay, Fengshan, anglagan sen. Samingdoning bundaq gaptalligini jahonda tangdish yo'q desa bo'ladi. Bek maqtib etdilar. Bununla loyiq emasmi? Voy, mingda, endi kapsizg'o. Sizni bek uzun saqladim. Mening etim haddidan ziyoda o'roq. Shunga kechikib qoldim. Bu qag'aylar. Siz hozir olib chavandozlar besh tursiz. Bir orqamoq etingizmi yo'qmi? Sizlar bilmaydigan o'xshaydilar. Atiyazdan bu yon qattiq qurg'oqchilik bo'lg'achqa, hozir Ostonada oziq tulikmi, yam xashakmi uzilib qoldi. Mening etimmi ochliqdan o'layli deb qoldi. Bo'lmabdi, bo'lmabdi. Boshqalarning eti ochliqdan o'lsmayli, sizning etingiz ochliqdan o'lsa bo'lmaydi. Men yaqinda Shilyangdan chilan to'riqlarni keltirdim. Fengshan, sen o'zing berib yaxshi otdan birini tanlab kelib, mingdog'i bagin. Hop. Sizlarni malol qiladigan bo'ldim. Ashqallar bosh vazir. Ay, mingda. Labay. Keling. Ikkimiz birdan mingda shayli, Mingda. Tapaqinglar. Siz haliqi Yuan Binchu bilan tanishmi? Yuan Binchu ikkimiz kichigimizla tanish, lekin o'rnimiz o'xshamaydi. Yuan Shao degan bu ablaqni men Ostonaga kelganda o'ltiribsam bo'ladi. Lekin uning nom atidan sal ayminib qoldim. Shu chog'da rahimdillik qilib, uni Ostonadan qochirib qo'ydim. Mana endi o 18 taramning baglarini to'plab, lashkar tortib, menga qarshi chiqyapti. Ansirmislar bosh vazir. Yuan Shaoning quruq nomili bor, ancha iqtidori yo'q. 18 taramning lashkarlari Shilyang qo'shiniga tankilamaydi. Sang'un Lübu 3 tuman chavandozni boshlab, urushga otlansalar, cho'qim nusrat qozonadi. Shundoq. Albatta. Mening Lü Fengshandan boshqa yana Lijue Go'si deydigan ikki sarkardan bor. Ularni bir-biridan qilishmaydigan botir azimatlar. 18 taramning baglarini mal bo'g'izligandek bo'g'izdi bitalaydi. Meningcha hammadan muhim odam o'zlari bosh vazir. Sizlar lashkar boshqarishda Xanshindak, alni boshqarishda Shauxadek zot. Buyuk xan qurilgan 400 yildan beri qachonmi o'zlaridek olamshumul iste'dod egisi chiqqan deydilar. Hey mingda. Sizning gaplaringiz odamni bakli xushal qiladi, Hey, mingda. Men sizdan yana bir ishni so'rab baqay. So'ravasizlar. Menga ayon. Vazir vuzralar ko'rinishda meni hurmat qismi, lekin ko'nglida chaynab purkib etishni, hatto mening kallamni baliq qovug'i ustiga ezishni o'ylaydi, Sizning ular bilan ko'nglingiz xili yaqin. Qanadanga Yuan Shaoning lashkar tatqanligini anglagandan keyin ular qandoq bir normal ishlarni qilyapti-ku? Bak cho'ng ishlarni qilmayapti-da. Ulish kuni kechda Wang Ziminbega mavlud ziyofati bergan. Ziyofatga hammaylar bordi. Menmo chaqirimsimi berib, sizlarni ularning ish harakatidan xabarlantiray degan. Lekin ular meni qo'g'lab chiqarib atdi. O ablaqlarni odam degil olmaydi. Ularning hammasi ordinat ta'minotini yeb bo'dalgan bir nimalar. Ularning meni tillashdan boshqa hech qanday iqtidor yo'q. Shu topda hammasini kallasini elib, go'shini yeyim kelyapti. Bo'lmasmiki bosh vazir?
Ondaq adamlarning go'shi bakla qansiq bo'ladi. Durus, qansiq bo'ladi. Ha? Buni xiyol qilsamla, tishlarimmi bir qism bo'lib ketyapti, ha? Bu loyang baliq Şilyanga qaraganda bekle issiqkan, ha? Qaramamsiz, yazgilar kelmay turiblar. Bu ya tonlardagi isib ketdi. Ay, munda. Labay. Men kirib birdan yetib olay, ha? Ma'qul. Oy. Oy, avaysizlar. Baş vazir. Baş vazir. Nima qilasiz? Baş vazir. Ben yaqinda 700'luk bebaho bir xanjarni qo'lga tushirgan. O'ylab baqsam, bundaq esil narsa menda tursa zoyi ketgudek. O'zlari qurol yaroqqa ziyoda heris qiladilar. Xo'p. Men buni o'zlariga hadiya qilay deyman. Men ko'rib baqay. Bu odatli xanjar ekan. Bak oddiy ekan. Nadimi? Esil narsa olsun. Bunun qudratini sizlarga ko'z tutib qo'yay. Jahanda mushundaq o'tkir xanjar borgan-ku. Qaltis. Haqiqatan qaltiskan. Bundaq esil narsani ishlatishga faqat o'zlaridagi xon sifat iste'dod egasilar haqiqiy munosib keladi. Manda siz menga haqiqatan sadoqatmankansiz. Men sizga ashqonli aytaman. Shafqatlariga o'z loyiqida javob qaytarolmadim. Во. Lüsanğon, nima ish? Manda unutib qoldingmi? Bosh vazir meni sizlarga ot akab berishga buyurgan-ku. Aa, Mava ot qandaqki?
Bu Şilyanın çılanturuklar arasından tanlangan. Kuniga 800 chaqirib yo'l yuralaydigan ot. Bu ot bek isilkan. Men minsam zoyi ketmasmi? Bak kamtarkalla. Herkes zoyi ketmaydi. Meni baqsam bo'lamdi. Bo'ladi. Manda birodar, bu ot bek asov. Agar uni ko'ndirman deslar, sur hayvonlarni ko'rsatmaslik bo'lmaydi. Uningga qattiq hayva qissizlar. Chu! 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 Tutqata. Fajan, sağ-sağını ko'rdingmi? Baya qasr sirtida uchratdim. Farmonlar bo'yicha uningga otdan birini akatmadim. O otga minibla qo'yindek tez chip ketdi. Fajan, sağ-sağ baya manga mavu xanjarni berdi. Qara, bu haqiqatan jahonda tanıdışı yo'q xanjar ekan. Tömürni bemalol kesidi ekan. Baya buni birli shiltivdi. Qo'limdagi mavu miskorga ikki parcha bo'lib ketdi. Bu qaltis ekan. Isil xanjar ekan. Tutqata. Xanjarni men ko'rib baqsam bo'lamdi. Bo'ladi. Isilkan. Isilkan. Sağ buni 7 yulduzli xanjar deydi. 7 yulduzli xanjar? Tutqata. Mening anglashimcha Zaman bege Wang Yundimi 7 yulduzli otamras xanjari bormish. Mush xanjar shu bo'p qolmasa yana. Wang Yunda? Oy. Sağ-sağның manga deyishcha Wang Yunning mavlud kunida Sağ uni mübareklashga borganda Wang Yun Sağ-sağni qasrdan qo'g'lab chiqiribdi. Shundoq tursa, nemish qimildaq esil narsa uningga berdi. Çatak, Sağ beni öldürgülü kelgan gap. Tutqata. Şüphelenmisizlar. Şüpheleniman. Mushkullarda şüphelensamla o'zimning jinini saqlab qola olayman. Qotil menga yaqinlashsala, uning g'arizini bilib olaman. Endi esimga keldi. Baya Sağ intayin aloqsadi bo'lib, xanjarni berganda qo'llarim sal titrab ketgan. Agar u samimiy niyatda menga xanjar hadya qilmoqchi bo'lsa, nimishqa biz ko'rishgan chaqda xanjarni chiqarib menga bermasdin. Men bu yerda qattiq uyquga ketgan chig'imda ondan chiqarib berdi. Agar ko'rgidan xanjarni ko'rib qolmagan bo'lsam, men esimni yig'ib vaqirab boqicha, bu xanjar olliburun mening yuragimga sanchilib bo'lgan bo'ladi. Sağ ishni chandirib qo'yg'ashqa, menga xanjar hadya qilgan qiyobatga kirib olgan gap. Kiringlar! Lapay. Sağni chaqirib kelinglar. Hop. Chua! 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 Sanki otdan cho'sh tashirmiz. Men olib chavandozlar 5 Sağ. Bosh vazir meni jiddiy ish qilib qo'ydi. Nertor? Tamtayni chiqasizlar. Men ko'rib boqay. Bosh vazirning ishi keyniga surilsa, qo'llongdan ayrilib qolasan. Nertor? Chu! Ma'lum bo'g'ay. Bosh vazir, boy biraylan sharq qovutini bo'sib chiqib ketdi. Uning aytishicha, sizlar uni jiddiy ish qilib qo'yib ekanlar. O kimkan? Olib chavandozlarning 5i Sağ ekan. O qatil! Munofiq! Sağ, meni o'ldirgili kelgan. Darhol 5000 lashkarni boshlab, baliqdan chiqib, Sağni tutib kel. Qulluq. Tutqata. Meni avassila. Men chavandozlarni boshlab berib, Sağni tutib kelay. Fangshan. 7 yulduzli xanjarni yoqtirib qoldirami? Haddim emas.
Men haddingmi deb so'ramadim, yoqtirib qoldingmi deb so'rayapman. Ayta, yoqtirib qoldingmi yo'q? Ras. Yoqtirib qoldim. Amsa uni sana berdim. Biroq mening bir talabim bor. Sen mushu 7 yulduzli xanjar bilan Savsovning kallasini kesib ol. Baş üstüge. Çö!